Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli kanal obunachilari, aziz do'stlar, Akfalmin kanali sizlar uchun o'z videolarini chiqarib davom etmoqda. Bugungi ustanovkamizdan sizlarga chiroyli video tayyorlab bermoqdamiz. Bugungi ustanovkamiz azizlar Samarqand viloyati Pazdarg'om tumanidagi Chimboyobod qishlog'iga ustanovka bo'ldi. Bugungi ustanovkamizga alyumin balkon eshiklar hamda plastmassa deraza romlari ustanovka bo'lgan. Sizlarga hozir yaqindan tanishtirib berib o'tamiz. Demak, boshladik aziz do'stlar. Uyimiz old tomonda azizlar, ko'rib turganlaringizdek ikkita balkon eshik hamda bitta standart deraza rom va bitta kattaroq deraza romimiz ustanovka bo'lgan. Xo'sh, balkon profildan tayyorlangan alyumin 11 lik balkon eshiklarimiz antratsit mokro asfalt svetda tayyorlangan, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, razmeri balandligi 2.35 ga, eniga 1.20 standart ikki tabaqali eshik. Oynalari yodoy paket oynalarda qilingan. Hozirda zamonaviy high-tech fasonlarimizda qo'yilgan va eshigimizga azizlar 5 tadan akfan o'zini oshmosh petlari qo'yilgan va katta ruchka zamoklaridan qo'yib berganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Dababishni qulf kaltlari bilan girtlarga mana penalarni qo'yib ko'rishingiz mumkin. Mahkamlab qotirib berganmiz. Oynalar 2 xot paket oynalarda tayyorlangan. Metr kvadrat azizlar 1.500.000 so'mdan yasalyapti aziz do'stlar. Aviomlarga kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Davom etamiz. Bu tomonimizda plastmassa Alta Plus 6000 seriya quattro profillardan ishlatilgan plastmassa deraza romimiz. Balandligi 1.70, eniga 2 metr bo'lgan razmerda derazamiz. Fasoniga отдельно to'xtalishimiz zarur, chunki degan juda ham chiroyli fason tanlangan. Tepa qismi 2 ga bo'lingan, past qismi 4 ga bo'lingan. Ikki chekkada ikkitadan ochilib tushirib berilganmiz. Bular ham yodoy paket oynalarda tayyorlangan. Ko'rishingiz mumkin. Sveti Alta Plus antratsit mokro asfalt svetidan qo'yilgan. Mana sizga etiketkasini yil ko'rsatamiz. Ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli svet. Xo'sh, bularimiz 1 metr kvadrat azizlar 850.000 so'mdan 900.000 so'mgacha yasab qo'yib beryapmiz. Aviomlarga yana ham kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Murojaat uchun nomerimiz qoldirilgan. Ikkala nomerda ham imo, Telegram, WhatsApp bor. Mana shunday chiroyli deraza romlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqa qilishingiz mumkin. Bu tomonimizda ham xuddi shunday eshigimiz ligrovkalarni qilinishyapti mana. High-tech fasonda eshigimiz balkon profilidan juda ham mustahkam va baquvvat chiqadi. Ham chiroylikka ham juda ham chiroyli chiqadi. Bu tomonimizda standart hisoblangan deraza romimiz 4 ko'z fasonda yasalgan. 1.70 ga 1.50 razmerdagi deraza romlarimiz ko'rishingiz mumkin 4 ko'z fasonda yasalgan. E'tiborlaringiz uchun mana bu uyimiz old tomoni bo'ladigan bo'lsa, endi uyimizning orqa tomoniga ham o'tamiz. Uyimiz orqa tomonida xuddi shunday bir xilda 3 ta yana deraza romimiz ustanovka bo'ldi azizlar. Mana uyimiz orqa tomoni 1.50 ga 1.70 razmerdagi deraza romlarimizni joylashtirib, mana penalarni qo'yib, mahkamlab, podvizlab qotirib berdik. Hammasi chiroyli chiqdi, joylariga tushdi. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli svetda va chiroyli fasonlarda bo'lgan. Kimga qanday savollar bo'ladigan bo'lsa, zakazlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqa qiling, kelishilgan hollarda chiroyli qilib yasab o'rnatib beramiz. Manzilimiz Samarqand viloyati Pazdarg'om tumanida. Qo'shni Qashqadaryo, Jizzax, Surxondaryo viloyatlariga ham dastavkalarni qo'yib beryapmiz. Aloqa qilishingiz kelishilgan hollarda chiroyli qilib, sifatli qilib yasab beramiz. Mana shunday eshik romlarga ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, Akfalmin kanaliga bittadan obuna bo'lib qo'yasiz, chunki deganda obunachilarimizga bonuslar, chekirmalari bor. Shuning uchun ham bittadan like bosib, bittadan obuna bo'lib qo'yasiz degan umiddamiz. Bugungi ustanovkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga sog'lik, salomatlik akalar, sog' salomat bo'linglar.